Okalar Cobaltga, post patrul xizmat xodimlariga anaqa yengilcha qilib qilishdi. O'rta, hech qanaqasiga tushib keta olmas ekansan-da. Ruchka yo'q. Yo'q. Ne, men yo'ldan faqat gapira olasan. Sidenaga, sidenaga. Ishonmasliging mayli. Mana shu o'tirish yo'lda duxini shuna yechib oladi. Ha, duxi yechib qo'yaptimi? Xullas, okalar, xitob bo'rasizlar. Temirda qilingan, ko'ryapsizlarmi? Faqat bu temir qilib, rishokka qilingan. Mamma tezlikni urar ekan, radar bo'lib ishlar ekan. Agar mabodo o'tib ketib dron uchirmoqchi bo'lsanglar, dronni ham urib berar ekan. Undan tashqari yana xaznak qo'yib ketilgan mashinalar bo'ladi-yu, o'shalarni ham hammasini olar ekan. Dahshati, xitob bo'rasizlar. Endi mabodo mana shu Cobaltlarni ko'chada ko'rib qolsanglar, shuni tezlikni pasaytirib, sekin yaxshi bola bo'lib yurish kerak. Bu yoq tarafda mana ko'ryapsizlar, mana hamma polniy tepani rulit qiladigan hamma sistemalari, xullas, ratsiya, patsiya full bo'lib ketibdi bor-ku. Xullas,